Sen. Siz bo'lmayapti deyapsiz. Didingiz ancha bala. 50 mi ko'nglingiz? Bir mashinam bor, ko'rsataman-u sotmayman deydi-ku. Shunday bo'ldi-da hozir. Endi aka Ko'rsatdingiz-da sotmayapsiz. zarimni ichib olib chiqdik-da. Na bo'lmaydi. To'g'risi. Agar to'g'ri kelsa qo'yaveradi. Pulki umuman sizga zaril emas, bo'lmasa bu pulni aytmaysiz. Uga qo'ying aka. Pul zaril odam, aka bir ko'taribroq so'rab oling mayli deydi. Ha, so'ralmayapman, tushuntirolmayapman bu yerda. Voy aka, o'zi ko'rganimda aytdimki, bu odamni yengolmayman deb. Semiz odam baland aytadi narxni. Sizga shu ko'rib polvonlar kelyapti. Ko'p palvon bo'libdi. Ko'p palvon bo'libdi. Nima deysiz, jammaga? Qotib qoldingiz ham. Juda bolalar. Nima deyarsiz ham bilmaysiz-da. Ilar aka, u narx yo'q, kosmosga ham yo'q sotayotgan narx hozir. 2014 ga qo'ying 58, 50 ni qo'ying. 48 beradigan odam topilanganmi shunga? Bilmadim, bir so'rab. Yo'q, hozir olmaydi u pulga. Endi 3 tagina detallar adno, qolgan joy kraska. Yili 2014. Olmaydi u narxga. Ilar aka. Mana tushganmiz. 70 million olgan ekanlar-da, o'shanga sarqi tadbirkor ziyonni yomon ko'radi-da. Bu yoq chesa tadbirkor moshin emas, katta ziyonga chidalmayaptilar. Menga qarang, qandaydir kun bo'lib, shu 1 yilga bir 100 million topgan paytingiz nima qilgansiz? Hech bola qilmab bo'lmagan-a? Hech nima o'zgarmadi. Aka, buni ham sotavering, hech nima o'zgarmaydi. Bir 30 million, 40 million bir ziyon qilsangiz qilsiz aka. Hammasi tepada. Narx-navo eldan chiqib keta olmaymiz-ku. El qatori yuraylik, keling men, qo'lni bering, Ilar aka. Mayli, past so'ramayman, zo'r so'rayman. Dangal so'rayman. Bering, baravar tekis 40 million beraman. Ha, Ilar aka sotmaydi odam. Meni qiynash uchun kelgan odamlardan yo'q. Ilar aka, ko'nglingiz meng, tepasiz. Ko'nglingiz kamay 45 mi aytib ko'raman. Yo'q. Chindan ham hozir hazillashmayapsiz men bilan. O'zi baland. Ya endi sal tushdi-da Ilar aka. Chin-chinang hozir hazillashmayapsiz-a? Baland, juda baland Ilar aka. Birinchi odamimiz men mana mashina ko'rsatgan hozir. Yo'q. Ko'rsatdingizmi?